Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana sevimli mahsulotlarimiz bo'lgan Green Leaf mahsulotlarining zubnoy pastalari haqida suhbatlashamiz. Ya'ni zeleniy choy, ko'k choy barglari ekstraktidan tashkil topgan tish pastalari haqida. Bu ko'k choyli tish pastasi og'iz bo'shlig'ini parvarish qiladi. 4 ta eng asosiy ta'sirga ega: tozalik, tetiklashtiruvchi nafas, qulaylik hamda kuchli ta'sirlar. Nafasni tetiklashtirish uchun muzli yalpiz va ko'k choyning ikkilamchi mohiyatini o'z ichiga oladi. Yumshoq va mayin ko'pik va murakkab aminokislotalardan tashkil topgan. Tishlarni mustahkamlaydi va kariesdan himoya qiladi. Faol moddalari: ko'k choy, natriy fluorid, kalsiy laktat. Xususiyatlari: tish chirishini oldini oladi, tishlarni oqartiradi, bilyashka miqdorini kamaytiradi, tish toshlarini yo'qotadi. Choy va yalpizning ikki mohiyatini o'z ichiga oladi. Nafasni tetiklashtiradi hamda milklarning sog'lig'ini himoya qiladi. Tarkibida natriy saxarid bo'lib, bu sun'iy shirinlashtiruvchi modda hisoblanadi. Bu modda shakar o'rnini bosadi, shakardan 300-500 marta shirinroq hamda kaloriyasi nolga teng. Bu modda nima uchun pastalarga qo'shiladi? Bu moddaning tish pastasiga qo'shilishidan maqsad u pastaga shirin, yoqimli ta'm beradi, kariesni keltirib chiqarmaydi, bakteriyalar uni yemaydi. Shuning uchun u tishga zarar bermaydi. Bu moddaning yaxshi tomonlaridan yana biri bu diabet kasali borlar uchun ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Ya'ni kaloriyasi kam bo'lganligi uchun tabiiy shakar yo'q bu zubnoy pastamiz tarkibida. Shuning uchun sahr kasalligi, ya'ni qandli diabet kasalligi bor insonlar ham bemalol bundan foydalansa bo'ladi. Ya'ni organizmdagi qand miqdorini oshirmaydi, tish emaliga zarar yetkazmaydi, juda kam miqdorda ishlatiladi. Tarkibidagi yana muhim moddalardan bittasi tetranatriy fosfat. Bu modda tish toshlarini hosil bo'lishini kamaytiradi. Tarkibida kalsiy laktat bor. Bu tish emalini mustahkamlaydi, uni kalsiy bilan boyitadi. Hamda tarkibida mentol bor. Mentolni hammamiz bilamiz nimaligini. Bu sovutuvchi hamda og'izdan nafasni tetiklashtirib beruvchi. Yana ham asosiy tarkibiy qismlardan bittasi bu ko'k choy barglari ekstraktidir. Bu antibakterial ta'sirga ega bo'lib, og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalardan mutlaqo tozalashga yordam beradi.